Yakkabog'da, G'ozni qishlog'ida uchastkamizga ekilgan kavraklarimiz. Xonadonda uyimga ekkan kavragim. Mana chiqishlari yomon emas, yaxshi. Mana shunday bo'lib chiqyapti. Chiqib qoldi desa bo'ladi, 100% chiqib bo'ldi-da. Endi xudo xolasa bitta qolganlar ildiz tashab turibdi. Nayza bo'lib turib, pashti 70-80% chiqdi-da. Nasib bo'lsa mana shunday bo'lib qolgan. Mana shu joy. Mana bularimiz urug'larimiz. Urug'larimiz ham chiqishi zo'r, natija zo'r, a'lo. Mana shunday bo'lib chiqqan. Bu taraflar kavraklarimiz. Bu taraflarda kumush qayrab kelyapti.